Şu günlərdə türmədəki nurgun oy xiyallarım, gündəlik keçmişlərim, sansızlığan yaxşı yaman düşlərim içində alohida esimdə qalğan bir düşüm Uyğur bovay haqqıda idi. Mən Ayvantağda Xitay çerekləri tərəfindən qorşulub qaptıman. Amma ular və yurtdaşlarım meni bijanjallat deb biləmiş. Xitaylar shunchalik ko'p ediki, bir-biriga jaynaklar tegib turadigan aralıqda halqa qilib meni qo'rshyapti. Ayvantağning usti tuz emish. Bakmi go'zal bo'stonliqmish. U qadar ko'p xil gul-giyohlar o'sarmishki, Xitaylar assunlar, men shu gullar ichiga yiqilaman, gullar ichida yotaman deb o'z-o'zimga tasalli aytibdiman. Ammo Xitaylarning vahshiyona chiroylari, Citaq gözleri görüngen seri meni vahimi besivaptı. Faqat uçalısamla qaçalaydı ekanman. Başqa türlü qaçış imkanım yo'q ahvolda qaptiman. Vahimidin tərləb, putlarımның eğirliqidan bir tonni yük esib qo'yganday kuchunib, qaçışqa urinib tipirlayotganimda Uyg'ur bovay paydo bo'lib qapti. Sen bu yerda o'lmaysan. Yaşashing kerak. Deydi u. Amma bu qadar Xitoydan qandoq qutulaman? Ya uçamısam? Allah yordam qilsa hamma ish oson. Deb tasalli aytadi u. Qara, sen bijanjallatning avlodisan. Sen bu yerda o'lsang bo'lmaydi. Nurg'un ishing bor. Allohga ishonsang, ishing sodiq bo'lsang, Alloh ishingni oson qiladi. Mana qara, Xitoylar seni terik tutamaydiganligini biladi. Seni atadi, ammo sen o'lmaysan. Xitaylar o'q yog'dirishga boshlabdi. Bir yerlerim chuchumal bir sezim bilan og'rigandek bo'ldi. Men yiqildim, o'ldim deb o'ylayapman. Ko'zlarim yumuqliq. Ammo atrofdagi hamma bo'layotganlarni sezib turibdiman. Xitaylar shipida g'oyib bo'lib, buvay bilan qoldim. Buvay meni biligiga elib ko'tirib, tog'dan elib tushish uchun mangdi. Bularni sezib turibdiman. Tağdan pəski düşüyotganda bəkyan to'liq bo'lg'ach, uning qo'lidan sirilib chiqib ketdim. Tagsiz bir cho'nqurlikqa tushib ketyapman. Putlarimda chuchumal bir sezim hosil bo'ldi. Pastda nimalar ustiga tushishimni, qandoq qattiq tushishimni tasavvur qilganimda, ashu chuchumal sezim shunchalik kuchayib ketadiki, paylarim seqirgandek bo'lib ketadi. Saq tushimanmi, pari-pari bo'lib ketmanmi, bilgili bo'lmaydi. Ammo buni sehrliqi mig'ildigan Xitoylarning qo'rshaviga qaraganda ancha qo'rqinchli bilinmadi. Tushib ketyapman. Men tushadigan yerda suv bormidi? Suv bo'lsa har holda yaxshi. Pari-pari bo'lishdan saqlaman. Ammo bu suv loyiqa timsohlar mig'ildab turgan suv bo'lsa-chi. Balkim cho'ng kichik toshlar bilan to'lgan joydir. Yoki yumshoq chimanlikmikin? Ammo har qancha yumshoq bo'lsa-mu, buncha egizdan tushgan odam saqalarmikin-a? Tushib ketyapman. Uyg'onib ketdim. Tush ta'birlari haqida bilganlarimni eslashga tirishib, bu tushimga ta'bir berishga urindim. Xitoyning qo'rshavi turmush shumidi? U holda uningdan qutulg'udakman. Ammo yana xatar beshimda bor degan ta'birlarni berdim. 1946 yılı maydan başlap bir qism siyasi mahbuslar qo'yib berilishga boshladi. Bu chaqda Wu Zhongxinni Sharqiy Turkiston masalasida mag'lub bo'ldi deb hisoblagan Kuomintang hukumati o'rniga Zhang Jizhongni avatgan. U Sovet konsulxonasining yordami ostida Sharqiy Turkiston vakillari bilan 11 moddalik bitimni imzolashgan edi. Bu chaqda Zhang Jizhongning talabi bo'yicha Nanjingda ishlayotgan bir qism Uyg'urlarmi birlikda Urumchiga kelgan bo'lib, Zhang Jizhong tarixda tunji qatim yerliklarni hokimiyat ishlariga aralashtirish siyosati yurgizgan edi. Bu munosabat bilan keyingi qatim hukumatning bosh kotibi bo'lgan Isa Yusufning xususiy kotibi Uyg'ur Adil O'shur edi. Mening turmada ekanligimni bilgan ekan. U yezi egilik nazoratiga berib surishti qipti. Mening turmada ekanligimni shu yerdan o'qibdi. O'shur uning yangi ismiga uzoqcha ko'namidim. Bak to'ban sinfga mansub bo'lg'ashqa o'zini ko'rsatib olishning fursatini qochirmaydi. Shunga u o'zining yangi hukumatdagi amaldorlar bilan yaqinligini ko'rsatib qo'yish uchun bo'lsa-mu meni yo'qlab turmaga keldi.
O Birleşme Hökümetinin kelişim məzmunlarından xəbəri boğaşqa, baldur yoki keyin nimaligi bo'lmasin turmadan chiqishimni bilgashga, bundaq muqarrar bir ishning natijasini o'ziga oid qilish uchun bir muqaddima berib etishni ko'ralgandekmi qiladi. Üç əpəndi bilan bizlə birga o'ltirib, birga qopimiz. Şuna seni turmadan chiqarishga ishonchim komil, dedi u. Mən bundaq bir ishning Xitoy hukmronligi sharoiti ostida shaxsning tirishchanligi bilan bitmaydiganligini bilsammi, bo'libmi siyosiy chetishliqi bo'lganda, buningga ishonganligimni ifodalab, Hoshurni xursand qildim. Uning so'zlaridan siyosiy mahbuslar haqida bir umumiy kechirimning bo'sug'iga kelib qolganligini qiyos qilgan edim. Meni xursand qilgani uning bundaq bir yo'g'on po'riga ishonish emas, balki uning Urumchiga chiqqanligi. Bir yaqinim bo'lsa-mu ko'payganligi, bir-birimizga hamroh bo'ladiganligimizning suyunchisi edi. Agar chiqish kunlarim keyinga ketgan taqdirdimi, endi yenimda bir do'stim bor. Tuqqanim, yurttuqim bor degan tasalli menga xeli madad bo'ladi. Nima degan bilan u meni yo'qlab turadi. Zhang Jizhong hukumati Sharqiy Turkiston hukumati tarafining besimi bilan siyosiy mahbuslarni bo'shatishga va'da qilgan bo'lsa-mu, simovulluq bo'shatish orqali ko'z bo'ymoqchi bo'lib, vaqtni so'zib, taki iyulga kelganda andin keskin qaror chiqarib, 19-iyulda siyosiy mahbuslarni ozod qilish haqidagi farmonni e'lon qilishdi. Shunday qilib, men turmadan chiqdim. Baldurqidek beshim qatmaydi. Uyg'ur Adilni panoh tortib, udulla uning uyini izlab bordim. U qo'shimcha qizlar gimnaziyasida 3 maslakdan dars o'tadiganligini degan edi. Şuna onu asalla tapdım. Men non tepip yeydigan bir yo'lni tapquchi turadigan yerim bo'lganidan ko'nglim to'q bo'ldi. U meni shu maktabga tanishtirdi. Bu mezgillarda o'qigan odam oz bo'lg'ashqa muallimga ehtiyoj ko'p edi. Shunga darhol qabul qilindim. Maktabga xizmatga joylashib oldim. Uyimmi bo'ldi. Aslida Uyg'ur bilan bir uyda tursaqmi bo'laveradi. Amma mağmu ayrım bir yataq berib atqandiki, nemishki buningdan foydalanmayli deb o'yladim. Tonush betishlar yo'qlab kelsa-mu, bir az azodi bo'lsa ko'ngilli kerak bo'lmamdi, deganlarni o'ylab ayrim turdim. Uyg'urning boshlashida Rahim yo'qlab keldi. Uni ta Aqsu qo'rshavi vaqtida ko'rgancha amdi ko'rib atatdim. Rahim ilgirkidan bir az o'zgaribdi. Aslida u yetimchiligi vujudidan bilinib turadigan vichikrak bola edi. Mertebe yarışıdığan tipi barmikin? Mana emdi bir az qo'rsoq selib, burunlarda to'pi o'rlab turgandek tatirang'i chiroyi, xuddi yengilib polo yeb, qo'lini yuziga suvgan odamdek yig'lishan qo'paqirab, xuddi o'zining alohida birsi ekanligini bildirish ko'ydi bo'lib ko'rinadi. Agar Aqsudagi fidokorligini demaganda salom qilg'usizlik takabbur bo'lib qolgan edi. Köp o'tmay, ular meni bir fursatda Qurban Qo'day degan yigitga tanishtirdi. Meni ularning Altay nashriyati uchun maqola yozishga undashdi. Biz yana burunqi tanishlarim Ibrohim Muti, Hoji Yaqub, Abduqodir Hasan, Abdulhamid Maqsudi, Abaydullah Basitlar bilan tepishdik. Yana Xinjiang gazetidagi Po'lat Qodiriy qatorliq bir turkum o'qimishliqlar bilan tanishdik. Keyin Hoji Yaqub Nanjingga ketdi. Hatta Uyg'ur meni yana bir cho'ng yig'inga boshlab berib, bu yerda hukumat a'zolaridan Mas'ud, Muhammad Emin, Isa apandilar bilan uchrashtirdi. Kunlarim mana shundoq bak ko'ngillik bo'lib qolgan edi. Jahon qizigan bir davr edi. Ziyolilar uchun qiladigan ish bak ko'p edi. Matbuot jangi qizib ketgan. Odamlarni gangirtib qo'ygudek talash tortishlar bo'ladi. Gomindangchilar o'zlarini millatchilar deydi. Gomindangchilar bilan ili tarafning matbuotlari meni o'zlariga tortishga kuchashgan bo'lsa-mu, men taraf tutmaslik qarashimda ching turib, ilmiy savod xarakterida maqolalar yozib, har ikki tarafning matbuotida e'lon qilardim. İli tarafning odamlari asosan Uyg'ur uyushmasiga to'planadi. Akşamlarda her iki tarafga tava yoshlarning yig'inlari bo'ladi. Nutqlar so'zlanadi. Buningdimi bir-birini chidag'usiz ayblashib so'zlaydi. Nemili degan bilan kommunistlarning tashviqot metodi yamanroq bo'lg'ashqa, ili tarafning zahardek gaplariga chidag'uvchilik qilmagan Isa apandi Abdurahim Qilish degan Gomindang istixborotida ishlagan odamni ili tarafni qo'rqitib qo'yishga buyurib ekanmish.
U Uyg'ur uyushmaga kelib, qo'l bombasi etibdi. Arqadan tapanchadan bir necha pay o'q uzibdi. Shuning bilan uyushma binosidagi ili tarafning aktivlari eshik derazalardan sakrashib chiqib, jonlarini elib tikib etganmish. Bu xabarni elib kelgan Uyg'urga ta'addi bilan barakalla etdim. Shu qahramonlikni bir go'midan Xitoylarning ishxonasiga qarta qilgan bo'lsa, qandoq yaxshi bo'ladi? Bu tarafini o'ylab ko'rdingmi? Uyg'ur qizirib ketib, "Men faqat o'qilgan xabarni deb qo'ydim", deb qutuldi. U o'zining bu temada men bilan munozara qilsa, to'yg'izib qo'yishimni obdan biletdi. Bu chaqlarda Uyg'ur maktabda cho'ng sinflarda o'qiydigan bir o'zbek qiz bilan muqul dushibli yuratdi. Men uningga ham jiddiy ham chaqchaq aralash. "Uyg'ur, sen muallimsan. Muallimlik supatingni saqla. Shundaqla musulmon bolasi bo'lgandan keyin nomahramlarga ko'z selib, xolida muqul dushib yurma", dedim. "Qo'yg'ina quruq gapni, qayrib ketyapmiz. Endi bo'lsin bu jahon tutganning g'amini qilmaymizmi?" dedi. "Jahon tutish uchun bo'lsa, albatta bo'ladi. Ammo uzoqqacha unda xolida ko'rishib yursan, gunohkor bo'lasan. Undaq qilib yurmay, tezroq to'y qilib et." "Menga qasıg'u ahatli degina", dedi u hasrat bilan. Ammo qizning ota-onasi uni o'qish bittasin deb turib oldi. Oqshomlari Rehim bilan Uyg'ur kelib menga 3 maslak tashviqot qiladi. Bundaq oqshomlarda o'zaro paranglarimizni qilishdig'anmi fursatimiz bo'ladi. Ular menga 3 maslak targ'ibot qilishga boshlagan dastlabki mezgillarda mening xitoycha biladiganligimni bilmaydi. Keyin Hamid Turdimi keldi. "Va'dimiz bo'yicha men sizga marksizm kitoblaridan akeldim", dedi u. Uning qo'lida yo'g'on bir bo'loq bor edi. Uningda Uyg'urcha sharq haqiqati va Yangi hayot nashriyoti tarafidan Uyg'urcha nashr qilingan bir qism Marks, Ingliz, Lenin, Stalinning kitoblari bor edi. Qolganlari ruscha edi. Sharq haqiqatida birining Qurbon Qo'dayga qarshi maqolalarini ko'rganim yodimda. Her halda bu bas munozara xeli uzoq davomlashgan edi. Bu bas munozaraning mazmuni Uyg'urlarning turk ekanligi va turk emasligi haqida boradi. Hamid mening uyda nimalarni o'qib yurganligimga qizib, kitoblarimni o'rib ko'rishga boshladi. "Vah, siz 3 maslakni o'qiyapsiz? U din qo'ygun kelamdikan?" deb so'radi chaqchaq aralash ta'ddi bilan. Qo'lida Uyg'ur va Rahimla akagan kitoblardan biri turadi. "O'qib boqay deyman. Nimali bo'lmasin bevosita o'qib, bilib baqsam, uning u yoqqa, buning bu yoqqa tortishiga mustaqil qarashim bilan javob bera olmayman emasmi?" dedim. "Bu Xitoycha kitoblar nimalar? Ya'ni shu Gomindan aksiyachilarining buzuq mafkurasiga oidmi?" "Ha, undaqlarmi bor? Boshqa chet el kitoblarimi bor? Adabiyot, falsafa, tarix." Bularning orasida İsa Yusuf ilgari Nanjingda, keyin Chongqingda chiqargan Tianshan degan Shabgrab basmaliq jurnalning konsollarimi bor edi. Kitoblarga bakmo achidim. Eng so'ygan mulkim bu kitob edi. Chamim yetsa, dunyodagi hamma kitobdan bir nusxa bo'lsa. "Qiziqmaydigingiz yo'q ekan. Ha, rost, Sayfiddin Azizini bilamsiz?" "Qandoq deysiz?" "Tang tushdak qilasizlar. Ham bir yurtliq bo'lgandan bilamdikin deyman." "Ha, bilman. Biz savoqdosh." "Ha? Nimishga buni turmudik cheg'imizni demidingiz?" dedi u bakla hayronlik ifodalab. To'g'ri, bundaq bir gapga to'g'ri kelmagan edi. "Men g'uljaga ketyapman. Gapingiz bormi? Men yana kelishim mumkin." "Salom deb qo'ying." Bu toza qiziq bo'ldi. Endi Sayfiddin bilan mu tepishadigan bo'ldik. Uningdan bir uchur kelsa, Muhammad Qariyni surishtirib boqaman deb o'yladim. Keyingi qaytimda Uyg'ur bilan Rahim kelib, Hamidning akagan kitoblarini ko'ribla arvoyi ushdi. "Kommunistlarning kitoblarini o'qiyapsan?" "Ha, o'qiyapman", dedim xotirjamlik bilan. Bu qandoq odamsan, Sabit?" dedi Uyg'ur. Rahimning hatto gap qilishga murag'di yo'qdek tutilib ketgan edi. "Bek yomon demakchi-ku sen." "Yomon bo'lmay yaxshimidi o seningcha? O'qib
Ammo men sizlardek avliyo bo'lmagandan keyin o'qimay turib uning yomonligining nadiligini bilmayman. Shunga cho'qim o'qib beqishim kerak, dedim xotirjam holda. Ular mening jahilligimni obdan bilgachga bu gapni shu yerda qo'yib, hozirgi hukumatning obdonliklaridan gapga tutish qilib, birlashma hukumatning ma'muriy o'rinlarga ikki tarafdan teng miqdorda amaldor tayinlash kelishimlarini buningga ko'ra Gomindan hukumati tarafdan bosh, ili tarafdan muavin tayinlanganligini, mening buni o'ylab beqishimni, agar xohlasam Gomindan hukumati tarafdan biror nahiyaga hokim bo'ladiganligim to'g'risida xush xabar berishdi. Rastini desam, mening maktabdan ayrilg'im yo'q edi. Muallimlik mening eng so'ygan ishim edi. Shunga darmahal rad qilib maktabda qolay dedim. Bundaq tezli gapni uzatma. Biz yana kelimiz, o'ylashib baq, dedi. Men tex uni o'ylashga ulgurmayla osmondan tushgandek Muhammad Qari bo'sog'amda paydo bo'ldi. Bilinib turganidek, bundaq bir uchrashishning hayojini ko'ngillarda mavj uratdi. Ko'ngli bo'shroq odamlar cho'qim ko'z yosh qilmay qolmaydi. Muhammad Qarimo ko'z yoshini tutib ololmadi. Ko'rishmaganimizga 10 yil bo'lib qolgan edi. Men hech qachon ko'zimdan yosh chiqaramaydigan bo'lg'ashqa bezirib o'tirdim. Ammo ko'rinishim undaq bo'lgan bilan yuragim yig'layotdi. Uzoq quchoqlashib, men qalbimning jarohati ustiga temayotgan ko'z yoshimni, Muhammad Qari yengaklardan saqlayotgan ko'z yoshini tutib olgandan keyin bir-birimizdan ajraldik. Muhammad Qari odati bo'yicha so'zlab turmasa turolmaydi. Shunga so'rab o'ltirishimga hojat qolmasdan kechmishini bir yo'lida so'zlab berdi.